Assalomu alaykum. Bugungi video qo'llanmamiz talabaning to'lov kontrakt shartnomasini tomonlarni, ya'ni 2-3 tomonlama o'zgartirishdan iborat bo'ladi. Buning uchun talaba o'zining kabinetiga kiradi. Shartnomasi bor. Shartnoma 3 tomonlama hozir desa. Buni 2 tomonlama o'zgartirish kerak. Ariza kirganda qo'shimcha kelishuv tugmasi ochilgan, bosiladi. Shartnomasi hozirgisi 3 tomonlama stipendiyali. Stipendiyasi umuman o'zgartirilmaydi, faqat tomonlar o'zgartiriladi. Agarda 3 tomonlama bo'lsa, 3 ni 2 ga o'zgartirish hamda 3-tomonni rekvizitni o'zgartirishdan iborat bo'ladi. Bizga 3 ni 2 qilish kerak hozir. Ariza yuborish. Ariza yuborildi. Yangilashni bossak, shartnomasi 2 tomonlama o'zgardi.